Demak, assalomu alaykum. Demak, bugungi axborot xavfsizligi fanining, ya'ni 4-mustaqil ishi mavzumiz nomi mobil qurilmalarda axborot xavfsizligini ta'minlash, smartfon xavfsizligi va audit degan mavzu bo'yicha ekranni videoga olib, uni mana shu telefonimizda xavfsizligi bo'yicha qo'limdan kelgancha tushuntirish olib boraman. Men 401-guruh talabasi Norboyev Alisher. Mavzumiz nomi smartfon xavfsizligi aytib o'tganimdek. Demak, birinchi qismida biz nima qilamiz? Xo'p. Ya'ni bu parollar, xavfsizlik parollari nima uchun kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu bizga aynan telefonimizdagi shaxsiy qurilmalarimizni, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarimizni xavfsiz saqlash jarayoni uchun kerak bo'ladi. Demak, birinchi qadam, ya'ni parol qo'yish jarayonini ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Pastga tushsak, mana bu yerda ekran Lock and Screen degan o'shani ustiga bossak, bizda birinchisiga kiradigan bo'lsak, pasportimizni kirityapti. Ya'ni bunda biz pasportimizni kiritib, menda hozir eng yuqori darajadagi himoya vositasi yoqilgan. Bu swipe qiladigan bo'lsak, hech qanaqa xavfsiz bo'lmaydi. Medium, ya'ni bu o'rtacha, bu eng yuqorisiga qo'yib qo'yganman. Bundan tashqari Face ID orqali telefonimizni kodlashimiz mumkin. Bundan tashqari barmoq izi, mana bitta barmoq izi qo'shishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun plus bosamiz va registratsiya qilib, qaysi barmog'imizni qo'ymoqchimiz, o'sha barmog'imizni bosib turamiz. Bitta barmoqni vaqtida hamma barmoqlarimizni tekkizishimiz ham mumkin. Mana qo'yildi. Keyingi qadam sozlamalar va ilovalar bo'limiga o'tishimiz kerak ekan. Ilovalar Permission Manager mana yuqorida turibdi, o'shani bosamiz va kamera, mikrofon, locationlarni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun location mana shularga avtomatik ravishda yoqilgan. PayPix, Google, Telegram va Weather'da har doim yoriq turibdi. Mana bular qachonki faol bo'lganda, mana bu pastdagilarga ruxsat berilmagan ilovalar. Buni o'zimiz qo'lda sozlashimiz mumkin. Keyingi qadam Android Find My Device. Buni uchun mana bu yerga yozamiz. Find My Mobile. Mana meniki yoniq turibdi. O'shani bosib emailga hozir oxirgi joylashuvni yuboradi. Jo'natsam Google akkauntim orqali topishingiz mumkin. VPN menda yo'q. Keyingi Google
2FA yoqish, Telegram, Instagram izoh. Ya'ni bu menda уже yoqilgan, mana ko'rsatib o'tishim mumkin. Google, mana shuncha Instagram, Binance, Bitgetlar uchun ham ulaganman. Mana Instagramniki bor. Ixtiyoriy vaqtda qo'yib olishim mumkin. Keyingi video topshiriq tartibi variant YouTube yuklashni. Xo'p, bugungi mavzumiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.